Oldin ukol olganman, blokadali olganman vaqtinchalik. Unda ham og'riq qo'ymagan hech qachon. Mana hozir oyog'im muzlardi. Bugun ikkinchi kun bo'lsa, umuman muzlash yo'qda. Aytganimdek boyaga o'sha bo'shashgan, qizib, yoqimli darajada yaxshi. O'zimga yoqdi xullas, zo'r. Qachondan beri bu muammo bilan qiynalasiz? O'tgan yil, 1 yil bo'ldi. Shu og'riq bilan. 1 yildan beri. Men mana shunaqa go'daman tutib tura olmas edim. Men bunaqa qilib turardim. Assalomu alaykum, bizning kuzatib boruvchilarimiz. Bugun kelinimizni ikkinchi kun muolajamizga keldilar. Xudo xolisa, belda kuchli og'riqlar bilan kelgan edilar. Mana hozir yurishlarini ko'rsak bo'ladi. Qanaqasiz keling? Zo'r. Yengillik bormi? Ancha. Bugun nechinchi kuningiz? Bugun ikkinchi kun. Aha. Kelganimda yura olmas edim. Oyoqlarim ham tortmayapti lekin. Tortmayapti. Zo'r. Umuman yaxshi. Yuraylik, ko'ramiz. To'g'ri yura olmas edimda, men robotga o'xshab yurardim. Kelganingizda o'zimni yurishimdan emasman, qanaqadir boshqacha yuradigan bo'lib qoldim dedingiz. Og'riqlar bor edi. Bor, hozir o'ralar yo'q. Sohasida, dumba sohasida. Hozir yaxshisiz. Zo'r. Yaxshi ham gap. Emasmi? Chetga rahmat. Rekomendatsiya qilasizmi boshqa bemorlarga? Kelinglar. Og'riqlar bilan. Ha, albatta, shu yerga kelinglar. Men ham Instagramdan topib keldim. Bormagan joyim qolmagan. Voy, Ishonch uchun rahmat. 1 yildan beri rahmat sizlarga ham.